Dunyoda yashaylik shunchalar aziz, ko'ngillar ko'zlariga ilinib qolsin. Har on, har soniya, hatto bir nafas dunyoda yo'q bo'lsak bilinib qolsin. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum farzandlarni baxtini, taxtini, kamolini, jamolini ko'rib, yaratganga shukronalar keltirib turgan asl xonadonning sohibi va sohibalari. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli darxonaga pok qadamlarni yaxshi niyatda ranjida qilib, yaratgan Allohdan Pirnazar otamizga baxt va taxt, toj va davlat, uzoq umr, sihat, salomatlik tilab kelgan qadrli qadrdonlar. Xush kelibsizlar Pirnazar akamizni fayzli koshonalariga. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin deymiz. Azar bugun Pirnazar akamiz bilan Marziyat opamiz halol mehnat, peshona teri bilan farzand boqib, farzandlarni baxti kamolni yaratgan Allohdan so'rab, siz bizni chorlab, bugun farzandlardan kamol topib, mehnatlarni rohatini ko'radigan vaqt kelib, 60 yoshli tavallud ayyomlarini nishonlab, shukronalik, saxovat dasturxonlarini tuzab turibdilar. Bu dasturxonda mehr, muhabbat, halol mehnat bor. Shunday ekan, barchalar qiblagohim, buzrukvorim, siz mo'tabar jonim dadam, hayotimga ziyokorim, shamsu qamar jonim dadam. Qiblagohim, buzrukvorim, siz mo'tabar jonim dadam, hayotimga ziyokorim, shamsu qamar jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar jonim dadam. Umri o'tar mehnat bilan, achchiq shirin zahmat bilan, choy ichmagan minnat bilan, yuksak nazar jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar jonim dadam. otani duosi boshga toj bo'lsa, onani duosi bo'yinga tumor deydilar. Otalar hayot yo'llarimizda sarbonlik qilsa, onalar dardimizga darmon bo'larkan. Ota bog'bonlik qilsa, ona gul bo'larkan. Ba'zilar jannatni Ka'badan, Makkadan izlaydilar. Aslida jannat mana shu ota-onalarni poyida ekan. Cho'ntagida jaraq-jaraq dollari bor inson boy inson emas. Otasi, onasi bor insonlar boy inson bo'larkan. Otasi, onasi bor insonlarni baxti butun, bag'ri to'la to'kis bo'larkan. O'g'li borni o'rni bor ekan, qizi borni qadri bor ekan. Bugun 3 qizni voyaga yetkazib, oq yuvib, oq tarab, hech kimga kam qilmasdan o'z egalariga topshirib, ota-onalarimiz jannati bo'lib o'tiribdilar. Qizlar mana shu jannatda ota-onalarga toj kiydiradilar. Pirnazar akam bittagina o'g'lim bor deb hech o'ksimasinlar. Orifjon 10 ta o'g'illarning o'rnini bosadigan ajoyib bir halol farzand bo'lganlar. Bularni rohatini ko'rish vaqti keldi. Pirnazar aka, Marziyat opam bilan bu kunlarga yetib kelishni o'zi bo'lmadi.
qancha mashaqqatli yo'llardan o'tdinglar. Boriga qanoat, yo'g'iga shukr qilib, sabr qilib, baxt qasrini sultoni, bugun siz baxt qasrini malikasi Marziyat opam bo'lib turibdilar. Kechagina mevalarni ekkandingizda hosilini kutgandingiz. Kechagina tarbiyalarni berib mas'ulini kutgandingiz. Ekkan mevalaringiz o'z hosilini, bergan tarbiyalaringiz o'z mas'ulini ko'rib turibsiz. Keling, Orifjondan chiroyli yaxshi niyatlarni biz so'radikda, Orifjon, dadajoningiz bilan ayajoningiz qanday insonlar, biz nima deb ta'rif beraylik deganimizda, Orifjon ko'zlariga yosh oldilar. Otam bilan onamni ta'riflashga til ojiz. Boshqalar uchun otam bilan onam oddiy insondirlar. Lekin meni boyliklarim, borlig'im, ota-onamni duolari deya el ichida obrigim oshib, kamol topib, mehnat qilib, ro'zg'orim bilan baxtli yashayapman. Bularni barchasini zamirida ota-onam bor. Otaginamni sochlaridagi oq tolalarda, onaginamni yuzlaridagi ajinlarda 4 farzandni hissamiz bor. Bizni g'amimiz, kamimiz ana shu otam bilan onamni qaritdi. Biz qaritdik ularni. Biz ularni juda yaxshi ko'ramiz. Bizga bu dunyoda mol, dunyo, shon, shuhrat kerak emas. Baxtimizga otam bilan onam sog' salomat bo'lib, yonimizda davra minbarlarda sabla to'kib yursalar, o'zimizga mana shuni o'zi katta boylik deydilar. Biz ularni juda yaxshi ko'ramiz deya bitta qarsilatib qo'yinglarda. Orifjon Samarqand Citydan ajoyib otam bilan onam mazza qilsin. Endi nafaqaga chiqyapti, nafaqa pullarini bizga bermasinlar, mazza qilib o'zlari yashasinlar deya ajoyib kvartira olganlar. Ana shuni kalitini tantanali ravishda topshirib qo'yadilar. Siz bundan-da ziyodalarga loyiqsiz. Farzandlaringiz hali Orifjon aytdi, otam bilan onamdan qarzimni uzolganim yo'q. Inshaalloh birma-bir orzularni ushaltirib, kasalman demasalar bo'ldi, hech qachon kasal bo'lmasinlar dedi. Keling, Orifjonni o'zlaridan ham eshitamiz. Marhamat. Rahmat so'z berganlaringiz uchun. Dadajon, katta rahmat sizga. Shunday halol mehnat bilan bizani katta qildingiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsa, ayam bilan qo'sha qaringiz. Bizning baxtimiz, gaplarim, hammalarimiz sog' bo'laylik. Sizga katta rahmat. Tag'rizga bosib qo'ying, mahkam quchoqlab, hidlariga qonib to'yib oling. Bular g'animat, bular omonat. Biz otasizlik, yetimligini ko'rdik. Asoslar ko'rmaylar. Ota bu qanot bo'lar ekan, ota panoh bo'lar ekan. Otani duosini olgan farzandlar ikki dunyo saodatga erishar ekan. Rayhonaxon, qaysi duolaringizda so'ragandingiz? Rayhonaxonning peshonasi 15 qarish. Uy-joy qilaman demaydi, bittagina o'g'il. Mazza qilib erkak kelin, qirolicha kelin bo'lib yuradilar. Ilohim baxtli bo'linglar. Siz nima degan bo'lardingiz qaynotangizga? Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Dadajon, sog' bo'ling, bizdan baxtimizga. Ayajonim ham sog' bo'lsinlar. Faqat sog'liklaringizni tilaymiz. Sog' bo'linglar. Rayhonaxon bizga mana shularni tashkillashtirdi, yordam berilibdi. Qarsalarni qo'yasizlar. Ilohim bularni farzandlaridan qaytsin. Orifjon bilan Rayhonaxon ota-onalarini siylabdilar, izozlabdilar. Qaytar dunyo, qaytib mana shu farzandlar mehr ko'rsatsinlar. Qizlar kelamiz. Bugun mana shu qizlar o'zlaridan ko'payib, dadajonlarni yonlarida, onajonlarni yonlarida yo'qlab turibdilar. Ota-onaga dard aytmanglar, tez-tez kelinglar, kuttirib qo'ymanglar, bularni silanglar, erkalatinglar yuzlarini. Dadajon, Makkamsiz, ayajonim Madinamsiz, farishtamsiz, sizlarni juda yaxshi ko'ramiz deya takror aytinglar. Nima degan bo'larsiz dadajoningizga? Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar o'g'iljonlar. Mana shunday dadajonim, ayajonimni xursandchilik kunlarda, shodiyona dasturxonlarda sherik bo'lganlaringiz uchun kattakon rahmat hammalaringizga. Bir og'izda sizlarga ota-onalarning farzandi bo'lganimdan faxrlanaman degan bo'lardim. Ilohim baxtimizga sog' bo'linglar, yuzlarga kiringlar. Rohatlaringizni ko'ringlar. Bizlar uchun kecha kunduz sinmagan, izg'irinda sovuq nima bilmagan, ro'zg'or deya aslo qaddi sinmagan mehribonimsiz o'zingiz dadajon deya. Eng yaxshi otam meni otam deya mana shu chiroyli misralarni dadajonlarga sovg'a qilamiz hozir. Marhamat, siz nima degan bo'lardingiz? Sizlar haqiqatan boy insonsizlar. Ota-onalaringiz bor. Ilohim bilan umrlari uzoq bo'lsin. Mazza qilib darvozani bitta tepib kiraverasizlar. Otam bor, onam bor. Mazza qilib ular bilan suhbatlashib kelay deya. Marhamat.
Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan qarindoshlarimiz. Mana bugun dadamni yubiley kechalarida o'tirgan ekanmiz. Mana jonimni 60 yoshlari, yubiley yoshlari bilan tabriklayman. Har doim ayjonimni, ukamni, bizani, kelinimizni, nevaralarini baxtiga sog' salomat bo'lib yursinlar. Shu yoshlarni yana bir olmishini ko'rib yursinlar. Men hozir ayta olmayman ichimdagi dardlarimni, sirlarimni, tilaklarimni, lekin juda ham ko'p. So'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Lekin jonimni, ayjonimni, yaqinlarimni juda yaxshi ko'raman. Har doim sog', omon bo'lib yursinlar. Bu yilga tug'ilgan kunlarga inshaalloh haj to'ylariga o'tiraylik hammamiz. Orifjon niyat qilganlar, hajlarga jo'nataman otam bilan onamni. Otaginam, onaginamga obi zamzam suvlardan ichirib, o'z kaftlarida Makka Madinalarni ziyorat qiladilar deya niyat qilib qo'yibdi. Niyatlar ushalsin. Muhabbatdan so'z ochsangiz, onadan boshlang. Onasiga muhabbat yolg'on, yigitni sevgisi ham yolg'on bo'ladi deydilar. Mana shu Orifjondek halol farzand bugun mana shunday ota-onalarni e'zozlab, jigarlar bilan yonma-yon turibdilar. Ilohim bilan farzandlari ko'payib, o'zlaridan mana shu farzandlarning rohatini birgalikda ko'rsinlar deymiz. Siz nima degan bo'lardingiz? Assalomu alaykum. Uzoqdan yaqindan kelgan mehmonlar, xush kelibsizlar. Najomni mana yubiley yoshlariga Ilohim sog' salomat bo'lsinlar, hech qachon kasal bo'lmasinlar. Ajonim bilan 100 yoshlarga kirib yursinlar. Men Najom bilan ajonimga shu gap aytmoqchiman. Ularni juda yaxshi ko'ramiz. Ilohim bizning baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Kattaga rahmat, Marziyat opa, yonimga kelingchi. Agar Alloh yana qaytadan sizga umrni bersa, hech ikkilanmasdan Pirnazar akamga turmushga chiqardingizmi? Faqat rostini ayting. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar aziz mehmonjonlar. Faqat ha 3 martada ham ha dedingiz. Biron marta kaltaklaganmilar sizda? O'zi birga yashaysizlarmi sizlar? Menimcha Pirnazar akam tomda siz pastda yashashingiz kerak. Pirnazar aka, xotining bo'lsa shunday mehribon bo'lsa-da, aytayaptilar opam. Erkak uyning naqshidir, biron marta kaltaklamagan bo'lsa ham o'zimni erim yaxshidir deyaptilar. Baxtli bo'linglar. Nima degan bo'lardingiz turmush o'rtog'ingizga? Qarang, o'g'il yeb o'rga ketargan, qiziz yeb qirga ketargan, mana shu eringizdan qolmaysiz. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar. Xush kelibsizlar mana dadamizga yubiley to'ylariga. Ilohim sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Bizlar baxtimizga xush kelibsizlar. Mana endi mazza qilib farzandlar bilan Pirnazar akam, Marziyat opam mazza qilib nabiralar bilan birga raqsga tushadi. To'ylar muborak bo'lsin, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Dadajonim mana, onajonim mana, olamda ikkimiz yagonim mana. Dadajonim mana, onajonim mana, hali ham yonimda parvonam mana. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamas siz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun hovlimda quvonchga to'yinglar, 80-90da yasharib yuringlar. Dadajonim mana, onajonim mana, onada ikkingiz yagonam mana. Dadajonim mana, onajonim mana, hali ham yonimda parvonam mana. Shu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'pib erkalayman. Siz uchun bugun shu qadar kuylayman. Dadajonim mana, onajonim mana, onada ikkingiz yagonam mana. Dadajonim mana,
onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, onada ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, onada ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani, hali ham yonimda parvonam mani. Bugun opadan onani hidi keladi. Avvalambor assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Bir hovlida talashib, tortishib birga o'sgan deylar, bir beshikda yotgan deylar. Bugun ota-onangizdan qolgan yodgoringiz, jigaringizda shukronalik kunlari ekan. Nima niyatlaringiz bo'lsa izhor qilasiz. Pirnazar aka, keling, tabriklarni qabul qilib olasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonjonlar, xush kelibsizlar. Mana bu yerga kelganlarining sababi ukaginamni 60 yilligi. Yana 60 yil bahorlarni ko'rsin. Qo'shgan bilan qo'sha qarisin, kelinlari ham, qizlari ham. Hammasi. Sog' bo'lsinlar hammasi. Assalomu alaykum. Mehmonjonlar. Shu ukamni tug'ilgan kuniga kelibsizlar, rahmat sizlarga. Qo'shga kiribdi, yuz boshlayapsiz. Balalarni huzurini ko'rsin, qo'sha qilsin kelin bilan. Avvalo chevara ko'rsin bizga o'xshab. To'lib toshib o'ynab murod maqsadiga yetsin. Nima niyatda qilgan bo'lsa, Xudo niyatlariga yetkazsin. Boshlariga, mollariga, jonlariga xayr baraka bersin. Nazar tashabbus boriga o'ynab kulib, izil umum yaxshi bo'lib kelganiga dimog'imiz cho'q, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ko'p bo'lmasa ham ozgina, kichkinagina sovg'amiz bor. Shuni topshirib qo'ydik. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan o'g'aynilar, haq amsiyalar, xudolar, xush kelibsizlar mana shu Pirnazar ukamning yo'qlik to'ylariga. 60 yoshga kiribdi loyim. Yana shu yoshlarning ikki to'shtasini ko'rsinlar. Filmini qo'sha qilsin, farzandlari ham sog' qo'sha qilsin. Davlatiga, farzandiga Xudo baraka bersin. Nasib bo'lsa, hoji ota, hoji onalar bo'lib yursin bilan loyim bitta o'g'li mingtaga tortsin. Arzimas sog'amiz va kiydiramiz, boboy bo'lib tursin. Asliga borgan. Boshlari omon, yelkalari baquvvat bo'lsin, jigarimni deya beqasam to'llar, marg'ilon do'ppilarni Pirnazar akamiz qabul qiladi. Xudo xolasa 1 yil sizon endi kiyim-kechak sot olmaydi Marziya opam bilan Pirnazar aka. Bu ham bir oila byudjetiga foyda. Hoji ota, hoji ona bo'lsinlar deya jigarlar yaktalar bilan tashrif buyurganlar. Sharif aka, ota o'rni o'rindiq deydilar. Ot izini toy bosar deydilar. Bugun mana shu jigarlarga qalqon bo'lib turibsiz. Yetmaganiga yeng, kamiga kamol bo'lib turibsiz. Akam bor, qalqonim bor, yonimda shunday sarkardam bor deb Pirnazar akam g'ururlanib ko'krak kerib o'tiribdilar-da. Keling, chiroyli niyatlarni sizdan ham eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana ukamiz Pirnazarjonni
tavallud kuniga kelgan insonlar, og'aynilar, sinfdoshlari, xudolar bor, mana bu guruhlari bor. Armiyada birga xizmatdan o'rtoqlari hurmat izzatni qilib ketdi ekan. Iloyim shu 100 yoshlarga ham shuni shohidi bo'lib yuringlar iloyim. Parvardigoriga ham shukrlarga yetkazsin. Mana bizning vaqtimizga mana apalarimiz sog' bo'lsin. Ukamni bastaga kelin sog' bo'lsin. Navaralarini, evaralarini Xudoyim xuddi shunday tavallud kunlarida o'zi hamrohi bo'lsin sizlar. Hech qachon yomon kuni bo'lmasin Xudoyim. Shukrlarga yetkazibdi, ming bor shukr. Shukronasiga Xudoyimni o'zi ko'rib turibdi, Parvardigoriga ham yetkazib qo'ysin. Ukamizni baxtiga navaralari, qizlari, farzandlari, Oribjon hammasi sog' salomat bo'lsin. Nasib bo'lsa kelgusi yillarda ham xuddi shunday shu kunlarni kutib olish nasib ro'zalasin. Hammamiz xonadonimizda to'ylar bo'lsin. Yomon kundan Xudoning o'zi asrasin. Rahmat raylar. Bitta chiroyli qarsalatib qo'yamiz. Jigarlar, yaxshi niyatlar bilan Sharif akam nafaqalardan ataylabda, farzandlardan pul so'ramasdan nafaqalardan yig'ib, sizga beqasam to'llarni olib keldi. Tavof qiling, akajonlarniki tavof bo'ladi. Ilohim umrlari sog' bo'lsin, akalar, baxtimizga sog' bo'lsin deymiz. Endi yangalardan ham eshitamiz-da endi. Ovsin-ovsinda ko'rganda bir-biriga paxta otadi deydilar. Menimcha bir-birlaringizga brilliant tillolarni otgansizlar. Endi baribir ustozimiz bo'ladilar, o'qituvchi bo'ladilar. Bitta chiroyli niyatlarni sizdan ham eshitamiz endi. Bular haqida bitta ta'rif bering, qanday oila bular? Assalomu alaykum, aziz mehmonlar va mezbonlar. Men qaynim emas, ukam deyman. Ukam qo'shganimdan qo'shcha qarisin. Avsonim emas, singlimman. Iloya ilovanda men shular kichkinalikda, Pinazar kichkinalikda, Sher kichkinalikda kelganman shu oilaga. Mana 60 ga kiribdilar, 60 yil bo'libdi. Iloya qo'shganlarimdan qo'shcha qarisinlar. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari mo'l-ko'l bo'lsin, topimlariga xayr baraka bersin. Mana kichkinagina debochasini ko'rib turibmiz. Bundan ham katta debochasini ko'rishlik nasib ro'zaylasin. Pinazar 100 ga kirganda ham biz ana shuni yonida turib, qattiq qomatlari bukilmagan holda afsonim bilan qo'shcha qarib turishlarini Xudodan so'rab qolaman. Pinazar bilan afsonimni jannatlarga kirish, jannatlar yo'lini bersin. Iloya hajlarga borsin. Oribjon shularni hajlarga olib borsin. Haj to'ylarida ham birgalashib shuni o'tirishlik nasib ro'zaylasin. Sizga ham sog' salomat bo'ling. So'z berganingiz uchun. Kattakon rahmat. Ustoz nafaqaga chiqdi ham, ustozlarning zamoni keldida, $1000 oylik bo'lib ketdi. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringizni rohatda ko'ring. Surpaqoqda Shernazar akam o'tirgan ekanlar. Shernazar aka, ne deysiz akangizga? Qanday tilak tilaysiz? Ham ukasiz, ham jigar. Uni har vaqt qo'llaysiz. Siz panohsiz holidan xabar olib turgaysiz. Shunda Alloh oldida siz musulmon bo'lgaysiz. Marhamat. Bugun biz sizga imkoniyat beramiz. Nima yuragingizda chiroyli niyatlaringiz bo'lsa, Pirnazar akamga armag'on etasiz. Marhamat. Rahmat. Akam Iloy, ya'ni buni yuzlarga kirsin. Mana misol hozir 60 yoshga ko'rgan bo'lsalar, yana bitta 60 yoshga ko'rsalar, ular mana shu shabayatda xuddi shuni yana shuni bitiradi mehmonlarni. Akam bo'ralari bilan, apamlar bilan, akamlar bilan, yangalar bilan. Eng yomon kunlar shunday bo'lsa, Iloy. Iloy, rahmat. Bitta bag'ringizga bosib qo'yasiz akajonlaringizni. Bular omonat, bular g'animat. Endi opa-singillar, sizlar qancha mashaqqatli yo'llardan yurib o'tdinglar. Sizlar yurgan yo'llardan kimlar yurar Xudo bilar. Tabarruk yoshlarni sizlar ko'rib turibsizlar. Kimlar ko'rar Xudo bilar. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Hammani yetkazsin shunday kunlarga deya. Diydor g'animat deya bugun jigarlarni yonlarida yelkadosh turibsizlar. Aka-ukalar bilan Sharif akam boshchiligida opa-singillar davralarni to'ldirib, Pirnazar akamni davrani o'rtasiga olib, mazza qilib raqsga tushasizlar. To'y-to'yday bo'lsin, qo'zichoq qo'yday bo'lsin deydilar. Marhamat jigarlar uchun. Hey, qo'shiqlarimiz jigarlar uchun. To'ylami bore bo'lsin. Sovg'alami bore bo'lsin.
bergan jonim talo zanjiring sani dardima bo'lar dori bergan anjiring sani menga yoqadi shunday bog'ingni bol anjiri men borganda ochilsin qalbing zulfi zanjiri naga bizni yandirib boqmaysan quvontirib qara ko'z boqmama ma'lumini aytmana ey qara ko'z boqmama bir gapingni aytmana ey yasha to'ylama boray bo'lsa sani manzil makoning shakkari bol ichinda man biroda yetarman olma anor ichinda ko'rsatib anjir olma ko'nglima qizliq solma oshigizning o'ynatib qo'ymani anglim olma menaya bizni yondirib boqmaysan quvontirib qara ko'z boqmama ma'lumini aytmama ey qara ko'z boqmama aniq bir gap aytmama Taxomnaqa balon gapi har kim yesin murodiga maqsadiga sog'lik tinchlik bo'lsin qutlug' mo'ray bo'lsin nasib ro'z qilsin shu xonadonga qut barakat o'ysin ukagina kichkinagina yubiley to'yini qilibdi Allohim bundan kattalarini ko'rsin iloyim Oribjon bilan hajlarga olib borib kelib haj oshi haj to'ylar qilib bersin shunda hamma og'aynilar birga yurishsinlar shillada o'ynab kulishib hamma farzandlarim sog' bo'lsin qo'shiq qarsin ser farzand ser davlat bo'lsin shu yerga kelib xizmat qilgan transportchiga ham rahmat charchamasin boshlari to'ygan chiqmay bo'lam yubiley to'ylar qilsin sizga ham rais onajon sizga ham rahmat sog' bo'linglar charchamanglar sizlar ham shu katta yubiley to'ylar qilib xizmat qilib yuringlar hammani xonadonda to'ylab beringlar ko'p bo'lsin ilohim hamisha shodlik xurramlik bo'lsin yurtimiz tinch bo'lsin hammani xonadoni xuddi shunday shodu xurram bayramlarda to'ylarda didor ko'rish nasib etsin Allohning o'zi panohida asrasin Allohu akbar azmi holla mana ukamni yubiley kechasiga mana yaxshi duo qildi opamiz onamiz hammamizni shu Parvardigoringam ukaginam kelin Parvardigoringam shukurlarga yetkazganiga ming bora shukur mana shu iloyim ishkallar bilan qo'sha qaringlar bola chaqalar huzurini ko'ringlar mana shu nabiralarni manaki xuddi shunday nikoh to'ylarida shunday o'tirish nasib qilsin ular bitqazsin hech qachon hech kim yomon kuni bo'lmasin bir-birini istab qolmasin hamisha xonadonimizda hammamiz xonadonimizda mana shu yerda xizmat qilayotgan insonlarni mana ukamizlarni xonadonida mana Raisa opamiz xonadonlarida iloyim to'ylar bo'lsin hamma xonadonda to'y bo'lsin yomon kunni Xudoyim chakkalarga olib ketsin duoyingizga qo'shilamiz opajon Allohu amin Allohu akbar shu yerga kelgan mehmonlar xush kelibsizlar hammalaringiz rahmat kelganlaringiz uchun kamchiligimiz ham zo'r o'ynab kulib yaxshi sog'lom yaxshi o'tirgan bo'lsalar bo'ldi mana yaxshi kunlarda borib shunday mehmon bo'lib o'ynab kulib kelaylik hammamiz bir-birimizdan ayirmaslik og'aynichilik abadiy rahmat kattaga rahmat mana bugun saxovat shukronalik dasturxonlarini tuzab hammamizni chaqirib bugun mana shu Pirnazar akam 60 yosh tabarruk yoshlarni nishonlayaptilar nafaqa yoshlarga yetdilar hammani mana shunday yoshlarga yetkazib yursin hammalaringizni xonadonlaringizda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin so'yganlaringiz qo'y topganlaringiz mana shunaqangi to'ylarga ketaversin biz bugun saxovat dasturxonlarini yeb kamaytiribmiz Alloh ham ziyodasi bilan bularga bersin faqat yaxshi kun bo'lsin yaxshi kunlarda sizlar bilan yana ko'rishaylik azizlar yo'qotganlarimizni ichida qaytmaydigani sog'liq ekan o'zingizni ehtiyot qiling yana sizlar bilan sog'lik salomatlikda to'y va tantanalarda diydor ko'rish hammamizga nasib aylasin tavallud ayyomlar muborak bo'lsin sog' bo'linglar omon bo'linglar raqsga tushadiganlar bo'lsa mazza qilib raqsga tushinglar marhamat